farzandlarim qop-qora sochli bo'lishini orzu qilganman. Keyin o'yladim, qachon farzandlarim qop-qora sochli bo'ladi, qachonki turmush o'rtog'im qora sochli bo'lsa. Lekin kojasi ham oppoq bo'lsin deb yozganman. Белоснежный kojali, qop-qora sochli, uzun kiprikli deb. Chunki o'zimizniki ulama bo'lgandan keyin bolalarniki ulama bo'lsin demadim-da, dadasiga o'xshasin dedim. Shunaqa kelyaptilar rastoyaniyadan. Uzoqdan ko'ryapman, yuragim jiz qildi. Buvim har doim aytardi, qizim, men seni odam tanlayapti deb urushmayman. Yuraging jiz qilmaguncha ko'rish, tanla derdi. Men o'zim dadangga aytaman, shoshtirtilmadim. Keyin uzoqdan kelyaptilar, qarasam, oppoq yuzli, qop-qora sochli yosh yigit kelyapti, yuragim jiz qildi. Ey xudo, ish qilib yurist bo'lsin dedim. Endi Angliya esimdan ham chiqib ketdi. Xatama. Ey xudo, yurist bo'lsin. Endi men o'sha yuristga tegayapman deb ayting. Deb mashinaga o'tirib ketganmiz, kafega borguncha gapirmasalar-da. Yuraklarim yorilib ketyapti. Shoshga ketasiz-da. Og'zim yopilmayapti. Og'zim o'shab ketyapman. Mashinada endi jahursan bo'lganingni ko'rsatmagin deb, chunki soch qop-qora. Xo'p, borib kafega o'tirganmiz, chidamay ketdim-deb so'radim. Qayerda o'qigansiz dedim. Buni tarixi uzun hozir aytib beraman senga dedi. 9-sinfgacha maktabda o'qidik. Keyin dadam aytdi, men sizlarni ukang bilan ikkalangizni Angliyaga kollejga jo'nataman deb aytdi. Bitta предложениеda ikkita подсказка bor. O'ylangchi nima? Mani dadam Yevropa demak o'ylashdi. Nima Ukang bilan. Bo'ldi, tushundim. Ikkinchi o'g'li ham bor. U katta o'g'il. Shunaqa dedi, dadam aytdi, seni ukang bilan Angliyaga kollejga jo'nataman deb aytdi. Men buni eshitdim-u. Mayli yurist bo'lmasangiz ham roziman deb qo'lim bermoqchi edim. Keyin, uni qilish mumkin emas, o'tir dedim. Hali seni vaqting kelmadi, sen reklamni pazani обязательно bosamiz deb eshitib o'tirdim. Keyin dunyo qarashlarini aytib berdilar. Qarasam, shu erkinlik beradigan, tushunadigan, Xorazmli, Toshkentda yashaydi. Shuna qilib uyga keldim. Dada, oyi, men turmushga chiqaman. Dadam, kimga? Men o'sha bo'ldi, hal qildim. Dadam, to'xta, meni proverkamdan o'tmadi hali dedilar-da. Keyin tekshirishni boshlaganmiz. Shuna qilib, to'yimiz bo'ladigan bo'ldi. Zaksga borib zaявление berayotganda, har kim o'zini adresini yozadi. Men yozdim. Mirzo-Ulug'bekskiy rayon ko'chamni yozsam, bular yozyapti. Mirabatskiy rayon, Taras Shevchenko 20-24 deb yozyapti. Men nafasim siqilib qoldi. Sekin divanga o'tirdim-da, "Shu yerda yashaysizmi?" dedim. Yaqingacha yashagandik, hozir boshqa joyga ko'chib o'tdik. Ammo spiskamda yozmaganman, men turmush o'rtog'im bilan alohida Taras Shevchenkoda yashaydi deb yozmaganman. Spiskaga to'g'ri keldi-yu, o'zlari yashagan-u. Ishonasizmi? O'shanda men bu hayotda chin dildan nimani so'rasang, yaratgan berishiga ishonganman. Juda katta ishonganman bu narsaga. Senga qo'shib shirin-shirin farzandlar